Alım aka, teştikma. Akbarcan, Ana, onunuz yaxşımı aka, yaxşılık olsunman. Ket qopsiz. Ha? Tünürgün kelsem, dükkan açmapsınız. Şu başka yok, soğmak alay dep kelgen. Tünürgün açamıdım. Yeni soğmak kesip bire. Maqul aka, maqul. Alım aka. Bu çırayınız taze epemez ko. Bir iş bu kaldı mı? Akbarcan, ben bir işte sizden bir məsləhət alay dep tuğandım. Maqul buludu. Mening kasbimga munosabatli ish emasdi o? Shu, sizning kasbingizga munosabatli ishdi. Voy, Olimka, mening his qilishimda siz bek oq ko'ngil odam. Bu biraz bilan arzlashib yurmaydigansiz ha? Shu ishda ukam. Birisini arz qilamsiz? Kimni arz qilsiz? Ballarimni. Olimka, ballalaringizni rost arz qilmoqchi bo'lyapsiz. Shunda qilaymiki deyman. Nima uchun ularni arz qilmoqchi bo'lib qoldingiz? Ey uka, men bu bolalarning ko'ziga qarabla. Ular zada qandoq odam bo'lishini yaxshi o'rgatanmay qopdim-a. Shu mo'sha orqali ularga mehr muhabbatning zada nimaligini bir bildiray deyman. Lekin Olimka, bundaq arzni delo turg'izish sal tasga to'xtaydi. Bilaman uka. Siz bir yaxshi advokat. Bu ish men uchun bek muhim. Qanday bo'lmasin, menga bir yordam qiling uka. Olimka, ballalaringizning iqtisodiy ahvoli qanday? Qandoq deysiz? Biz ishni ulardan iqtisodiy to'lam talab qilish orqali boshlaydimikin deyman. Ha? Yo'q ukam. Mening maqsadim ulardan pul olish emas. Olimka, bu tutamga chiqqidek sabab bo'lmasa, ularni qanday arz qilamiz? Ey Akbarjon, ular hozirgi kelguncha mendan pul olib xajlab yursa, ulardan nerdimi pul bo'ladi deysiz? Ha. Shuning uchun biz ulardan to'lam talab qilaylik. Ha? Mo'min, Parizat, opam uy ijaraga kelinglar, ko'chib ketma deydi. nima? Opam rostdan shunaq dedimi? Ha. Yana mana bu bank kartasidan badi. Qanday qilsak bular? Chiqib uy uqshamdan. Opamning rostdan ko'ngliga bek ketdi-da. Ha shu. Rastla chiqib uy uqshamdim ya. Olimka, qarasam, ballalaringiz sizni xeyli xafa qilgan o'xshaydi. Lekin Olimka, yana obdara o'ylashib beqing. Avval ko'nglingizni turaqlashtiring. Qolganiga men bo'lgandan keyin yana paralashamiz. Men yana munosabatli materiallarni bir ko'rib boqay. Yana paralasak bo'ladi. Oy. Mehmon bor ekanda. Ko'risha. Yiliq gaplar rasvoda. Qaysi gaplar? Voy, yiliq. Olimka, mening yana azroq qilgan ishlarim bor-ku. Men qaytqash turay. Biz yana bo'lgandan keyin ma'qul. Ko'rishamiz aka. Ma'qul. Ma'qul. Uzatma demam. Hadi otur.
Dada, do'kon bilan o'ylas bizga yuramsan? Kim shundoq deydi sana? Ocham shu dedi. Ocham dadam hammam deb bo'pti deydi. Shu hammam ochilib bakamda ocham baqatga. Bizning bu o'yla do'konlar ishimg'ada 1 million 500 ming yarayotgan dada. Bilmay yuribdimi? Asli men 1 millionini bosganman deyman. Bu pulni ishimiz bo'lsak, akam bilan ocham bilan birimizga 500 mingdan keldik-a dada. Rahmat sanajima, rahmat. Dada, 500 mingga qaramdan nurg'u ishlar ketadigan bilamsan. Men do'stlardan nurg'u pul topman, men bu xo'jayin bo'laman. 100 mingga bir mashin bo'lsa, 200 ming bir uy olsam, 300 mingga yuziqlarni, 500 ming bo'lsa, 500 ming. Deganda o'zingizga kulib turib ketibsiz-ku. Tezlikmi taqa? Ha, bugun ishlamidinglarmi? Tağa. Apam bizni ishga yig'izib uy tepanglar deydi. Uy nima qildi-ki? Nim qiladi? Ko'chib ketadi-da. Apangizga yana nima bo'lgandi? Tağa. Apam ularni o'zlarining ballariga ko'rib, osh tamoqini etib, mehrini berdi. Endi bugun kelganda ya xislat, ya jasur. Telefonda bo'lsa apamga telefon qilib kechirim so'rab qo'ysam bo'ldi. Apam ya kichik babamizda. Ularning alfazidan bizni bu uyda qo'llab chiqarayotgandak. Ular bizni qo'llab chiqarishdan burun biz o'zimizni so'rab bu uydan ko'chib ketsak bo'ldik. Farizat, men qanday qilib gapirishsiz? Tul gapni ulg'aytmagan. Kim gapni qilib qildi? Bo'ldi Farizat. Oldida o'zingizni besib e'lon bo'ling. Chiqibchi tağa. Bular bizni izchil yod ko'rib keldi. Men bilan mo'minni yod ko'rsin. Apamni-chi? Apam nima deysa? O'zining balasiday ko'rib bir umr oldin yaxshi xabar olgan odamni ashundoq ayblasa, bu bek chetdan ishib ketdimi ya tağa? Ala, apangizga men o'zim gap qilay. Yo'q. Jasur bilan xislat o'z gap kechirim so'rsin. Mening chidovchiligim ham deydi tağa. Jiq yalarda men yo'l qo'ydim. Lekin bu ish kelganda faqat chidovchiligim ham deydi. Jasur degan go'y o'z kelib opamdan kechirim so'rsin. Siz shu. To'xta. Ne qilyapsiz? Ney baradın? Albatta o'zligi barganda. Hey, Qat'iy xafa bo'lma taqa. Ahvoldan qaraganda Farizat bilan opamning ko'ngliga bek ketga o'xshaydi. men chiqibsam to'sib olaman. Ma'qul. Ular bizni chiqib. Direktor, mağdans. Yo'l diqqat qilasiz. Bo'ldi, siz ham diqqat qiling. Kechda Kechda fikrlarim bilan ko'rishmoqchidim. men bu uydagilar bilan tomoq yemoqchi edim. O'tkinlaringizdan ko'rishamsiz? Bir fursat mumkinchilik uchun hozirdan boshlab tirishmoqchiman. Jasur, 500 mingga mashina. Aka, Yo'lbek to'satdan kechikib qoldim. hech qisi yo'q. Bananas ichamsa? Ya bo'ldi. Hadi. Dadam Rasululloh uyi bilan do'kondan nomini yo'tkab beramiz dedimi? qo'y rost. Men aytgan so'rg'on ortiq gap qilmadi. Dadam bir qaror gap bo'lgan o'xshaydi. Jasur, qiynapang Qaysar bilan ishimizni uyning nomini o'tkazpasin. Uyga varis qilish huquqidan voz kechsin debdi. Nima? Shundoq debdimi? Navoda uyga varis qilish huquqidan voz kechsak, har birimizga 500 mingdan pul berdik. Nima deyapsiz?
Sen qanday o'ylading? Isma. Biz qo'shildik. Ha, albatta qo'shilamiz-da aka. O'ylab baqa, ocham ikkimizning undaq salon degandek yerlarga solgan mablag'imiz yo'q. Qaynapangning puli bor. Sen qila olaysan aka sen. Lekin dadam g'ayr oyda salonning kirimidan turmush puli yersajmi? Yo'la shunchalik osonlar bo'ldimi? Ko'proq talab qilsanglar bo'ldi-ku. Aycan, ne gapni qildi ekansan? Men hozircha mush 500 mingni olganligimdan shunda viza azal tatib ketaman. Mush pulni olsaq to'g'rimidi, xatomidi deb. Aycan, bo'ldilar. Ish qilib bu pul qaynapangning yanchiqdan chiqdan bo'lgan ekan, shundaqmi? To'g'ri. Hadi. Ular shu mablag' solish uchun qilyapti-da. Buni ustiga bizning oila uchunmi yaxshi? Hay. Bu pulni elib xato qilmagandimiz, ha? Endi sen ular pul demeding. O'zlari beramiz degandikin, menimcha osonlar bo'lar. Ha, to'g'ri, akam rostaysa. Ha, bo'ldi, naq gap kelayli. Undaq bo'lsa, dadamning nomini qachon o'tkaymiz. Anlasam uning shaydagi mirosdan voz kechish to'xtamdamdi. Shular tuzish kerak ekan-ku. Voy, nima avachchilik ishlar bu? Biroq men pulmasa qo'ymamdi. Menga jiddiy pul lozimdi. Men og'inam tomoqxonasiga mablag' solaymikin degan. U chaqda men bu xo'jayin bo'la olayman. Hey, nimanda oldiroqsonlik qilasan? Ansiraydiganim sen. Osmondan tushgandek pulni ko'rib, qildigan qiliq topolmay qolding sen, ha? Jon, ocha. Men hozir biron qaysar emaschimu? Bo'l. Sen ishivra acha. Mana chaka mana. Bo'ldi. Che. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətə vərkin çıxırıyorsun. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Ben Dilkan Xalqara Soda Çekiliş şirketi tajdarlığını alğan At Arzusu filmideki Polat direktor. Dilkan sizlərə nemi tayarlığandı? O zadı nemidir? O zadı nemi tayarlığandı? Diqqətiniz ekranda bolsun. Dada? Ha, Xislat. Balam bugün keçdi baldırak qaytdan uyga. Ha. Jasur ukingizga mo telefon qilib qo'ying, baldırak qaytsin. Jasur? Ha? Bir ishing bormi, dada? Men sizlarga deydigan muhim gapim bor. Cho'qim baldırak kelinglar. Ha, ma'qul bildim. Acha, dadam akamizdan dika? Sen uchun uyga kelib ketsin, maslahatishgan ish bor deydi. Emas men uchun. Ne demekçi o? Uyning nomini nomlashtirgan ishmi ya? Hey, unda bo'lsa mening chaqish kerak-ku. Men mo varis qiluvchilardan birisi tursam. Hadi, berib bakalım da. Hey, Jura. Hey, acha. Aka. Hey. Dada, bizni nimaga chaqirganding? Ishkanlar, hammanglardan kechirim so'ranglar. Gapimni anlamadingmi? Dada, biz nimani xato qildik? Nimaga kechirim so'raymiz? Islat. Sen rost bilmamsan yoki xubsalik qilyapsan? Sen jim o'tda. Abba, ular hatto o'zining xatoligini bilmasa, Biz nimani xato qildik? Biz qaysi xatoligimiz uchun kechirim so'raymiz? Shundaymi? Og'zingni yumish. Yigirma yil bo'ldi. 20 yildan beri mushu parvar, mush oilamiz uchun qanchalik qurbon berdi? Ha? Sizlarni bir cho'ng qilish jarayonida qanchalik yurak qiyni sarf qildi? Sizlarchi bir qatim shu hammanglarga bir rahmat deb baqdinglarmi? Chin yuraginglardan chiqarib bir rahmat aytib baqdinglarmi? To'g'ri. Men dadanglar. Men gunohkor dadanglar bo'lgandan keyin sizlar uchun qanchalik qilsammi arziydi. Men qurbon berishim kerak. Hammanglarchi. Hammanglar sizlarning o'z onanglar emas.
Ammo o'z onanglardan chora muomala qilib, sizlarga kuyni beqib cho'ng qilib, al bugun kelganda sizlar qanday qilyapsizlar? Bir qitim minnatlar bo'lib baqdinglarmi? Yilda bir qitim keladigan ulug' hayitda sizlar farzand turib qaranglarni ko'rsatmadinglar. Yana mushu bichora palaqshib yurib, hamma tayyorlikni bitirib hayit o'tkazdik. Issiq tomoq tayyor qilib saqlab o'tdagan bir bechoraga ikki ig'iz yaxshi gapingli yo'q kelib, mushuning dilini ranjitib, mana endi bir kechirim so'rab qo'yinglar desam, tas kelyapman-da. Dada sen mushkaplan deyish uchun men chaqirgan o'tam. Ha. Men seni shunga chaqirgan. Bo'lmabdimi? Dada, biz kechirim so'rdik-ku. Ammo sendan kechirim so'rmadikmi? Biz yana nima qilib bersak bo'ladi? Ajab bizdan og'irni yebadinglar. Mamnun biz xafa bo'lishi faqat keshib qolganimiz uchun emas, to'g'ri? Balki dadamning o'yining nomini bizning nomimiz yo'tkab berganini anglab xafa bo'layotgansan, ammo Cesur. faqat shuni bo'lolmadi. O'yining chiqsan nima qilib biz xafa bo'lsa, ammo bu degan dadam bilan bizning oraliqimizga ish to'sa. Sen nima demoqchi? Sağırlaşma. To'g'ri. Hamma sen izchil bizni ko'ynib kelyapsan. Rahmat sana. Biroq bizni o'ylab qo'y. Bizni shundoq chidab yashayapmiz. Ey, nimaga chidashding? Ha? Nimaga chidashding? Deyisha, nimaga chidading? Ammo o'zimizning uyini sana bergandimiz, misha turayotgansa, 3 vaqt tamoqing mishada bo'layotgandi. Agar sen bo'lmasang, ijara bergan bo'lsam, ozroq kirim bo'ladi. Sana bir narsa deb baqdiqmi, ammo buni azub qildim, mo'minlikni boshlab keldim. Biz 3 farzandga biror eg'iz maslahat sep baqdingmi? Dadamga deb qo'yib o'zing bilgan ish qilyapsan. Yana biz ishlimi demadik-ku, ammo nima ish qildimiz o? Hammamiz bo'lganlik uchun. Onamizning o'rniga odam bo'lganlik uchun demadi o. Bizning bunda chirishimiz bir ish qatimliq emas. Sen o'zingdan qurbonlik bergandek bo'lganmig'ini? Bundoq Cesur. Xafa bo'lmanglar. Men bu yerda o'ltirib olish uchun sizlarni beqib kelmanda. Ben erkek küçük. Ben küçük kessem mi bulandı? Şunda kısasın. Hadi tıkır nasıl bulansın? Tolu bichara qiyafat kirib ne amma? Sen hiç cevaplaymaysın. Ben de koyayım. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. İzzet. Bana kalsın bekağıt etip mi? Senler ne mi degen taş yürek? Ha? Bir eğiz yaxşı gap, bir kechirim so'rash shunchalik tez kelyaptimda. Ma o'y, do'kon mening qon tarbiyadilimga kelgan. Sizlarga beradigan hech nima yo'q. Do'kon bilan uyni tatib olaman deb ham xiyol qilgan bo'lsam, xiyolim yo'q. Men o'lib ketishdan burun sen hech nima yo'q. Men o'lib ketsam, sadaqa qilsam qilamanki sizlarga hech nima bermayman. Dada, bu gaplarni chin ko'nglimdan chiqarib devatamsan. Chin yuragimdan chiqarib devatman. Voy tuzkorlar, voy bilimsizlar. Bek vaqirib ketdi dada. Bek ochiq ketdi. Asta. Yenge. Ha, aşağı kalma. Dada. Ha? Sen ama gipin var mı? Şu dada. İlk pulunu gipti. O pul manbek lazım değil mi? Diç pop tükenme. Ha? Sana mı pul lazım de şunda mı? İlk o pulken neçe milyon pul olsun turşan moşa senin. Dada. Ağzını jop. Ne mi deyişsen maqı dep yaman köndürüp koygan günah mende o.
burunqi yavaşladan barmiki deb ham xiyol qilib ketishma. Dada! Dada! Esta. Mo'ni qarab qo'ymida. Qur'on rosa chiqib kettiradi odamni. Men haqida ish bo'pti, men qana qilaman endi. Endi tindingmi amma? He? Ama mushundaq bo'lmoqchi-ku. Endi xo'sh bo'ldingmi? Nimdan sen Cesur? Nima? Sening gaping bormi? Sen bo'ldi Cesur. Juda qo'pib. Bana bundan kılacağım oylap almaktım ne abla. Bu gece neymiş kalk sen? Ish nima? Akka, hapamağına. Ben çoğun olğandakin səvircan bolmaptı mən. Va özümnің hissiyatını oylap, ballarının qandaq oylaydıqanlığını oylamaptı mən. Bırak, bularning miras jidili qırğınığı bek açığım geldi. Bu işni mən eğir bir sıxlıqlarını bir taraf qılmay, senin könglinge azar berip koydum. Hapamağıncımı akka? Hech qisi yo'q. Hayotda hech kim xatolikdan xoli bo'lolmaydi. Yomoni o'zining xato qilayotganligini bilamaslik. Kashkichil o'zinikini to'g'ri deb turib olish. Eng cho'ng xatolik mana shu. Bu ishda sening xatoliging yo'q. 100 mingdan chiqarib hammomga berishni qaror qildik. Qanday qaraysa Parizat? Nim dedim? Hayat tutken bergeymi Gözün tolgan bilen yaşa Gözün tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen Sağım şundaq kuyunu diken bu bala. Vaxtı toyunu kısan mı bu? Açığın yanmaqda ha. Yaqay aka. Hazır çıkıp oturmuşma. Hakkında var. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Vay can bu ne dada? Oy bey anlaşmayı ne koymuşlar? Oturun ha. Bulmasa naştınızda kıtla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda kışımı sıksa. Vay dada! Limanda edepsizlik kılırsın. Sıkıldım lan. Vay aca! Hayat başka, yaşaş başka Nime demeydi her Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş kıp beri elidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğir jükni qandaq sana yükleyeleyme bulam. Doim akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan balang qo'y.
Ayya. Oğlu mu yıkılamdı? Ha? Eğer bu öy satsan la ben öyün çıktı ben. Dada, Gülkan bilen öldürmez bizge güvense. Dadanın aldı bir halk pul taşlap versen ama yana şu sokmak deb yaşaydı. Cesur. Tağa gözünüz ekiba. Abba! Gözüm toymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşma. Yükselen yaşaşma. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşma. İnaklık gevheri kaldı kız bağımı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kız bağımı asraşka. Yarındaş bağımı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Cilger gülnüm tikini birge. Güzel bu yüzüde dal bulsun o ay. Cilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüne dal bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kıyın. Özgermez hakikat hayat ve mamut. Kalbimde memnunluk bulsun barşıge. Hiç kimge itibar kılmadan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla kıyın. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kanaat baxtdur, baxit kanaat. Esindin ketmisin şu oddiy savat. Kısmetler hemmige okşaşta kıyın. Özgermez hakikat hayat ve mamut. Kalbimde memnunluk bulsun barşıge. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla kıyın. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kanaat baxtdur, baxit kanaat.
ketmesin şu oddiy sabah. Esingdan ketmesin şu oddiy sabah.